Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 9-noyabr migrantlar haqida sodir bo'lgan real voqealar va migrantlarga oid navbatdagi yangiliklarni hozir birma-bir aytib o'taman. O'zbekiston prezidenti migrantlar va ularning oila a'zolarini tizimli himoya qilish haqida gapirdi. Sankt-Peterburg shahrida kuryer bo'lib ishlovchilari ilovalari bloklana boshladi. Sochi shahrida ko'p qavatli yong'inda o'zbekistonlik yigit jasorat ko'rsatdi. Rossiya bo'ylab patent uchun oylik to'lovlari ko'tariladi. Bu haqda video davomida batafsil. Ana endi qulayroq o'rnashib oling, migrantlarga doir yangiliklar bilan tanishish uchun. O'zbekiston prezidenti migrantlar va ularning oila a'zolarini tizimli himoya qilish haqida gapirdi. Davlat rahbari O'zbekistonda migrantlar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy va huquqiy himoya qilish bo'yicha xalqaro forum o'tkazish va global dastur qabul qilishi taklif qildi. Bu dastur yaqin kelajakda ishlab chiqilsa, migrantlar uchun ham va ularning oila a'zolari uchun ham bir qancha qulayliklar bo'ladi. Ko'ramiz, kuzatamiz, bu qulayliklardan iloji boricha birinchi bo'lib xabar berishga harakat qilamiz. Sankt-Peterburg shahrida kuryer bo'lib ishlovchi migrantlarning ilovalari bloklana boshladi. Sankt-Peterburgda 3-noyabrdan beri migrant kuryerlarga oziq-ovqat yetkazib berish xizmatlaridan foydalanish taqiqlangan. Va mana shu Sankt-Peterburg shahrida 7-noyabrdan migrantlar patent asosida taksida ishlashi ham mumkin bo'lmay qoldi. Kuryerlar maoshi hozir kunda o'rtacha 100 ming, 150 ming rubl tashkil qilyapti. Siz Sankt-Peterburg shahrida bo'lsangiz, shu kunga tushishingiz kerak yo'q. Patent asosida ishlab turgan bo'lsangiz, siz yoqtirgan shaharni tanlab, bu yerga kelib joylashib, yuqorida aytgandek patentni perform qilib, yashash manzilidan ro'yxatdan o'tib, bemalol mana shu boshqa shaharlarda kuryerlik xizmatini qilsangiz bo'ladi. Sochida ko'p qavatli imoratlardan birida yong'in kelib chiqdi. Bu yerda o'zbekistonlik yigit jasorat ko'rsatdi. Там дети кричат. Эти драматичные кадры. Сидящая на кондиционере девушка и объятый пламенем дом облетели все СМИ. Молодая женщина Юлия в огненной ловушке. Выход из квартиры перегородила пламя. Единственное, завершал заказ, говорит, не мог остаться в стороне. Руками невозможно было. И потом случайно по-человечески свое этого сделал. Bu qanchalar tahsinga loyiq. Bu akamiz bilan biz ham faxrlanamiz. Yaqin kelajakda bu akamizni shaxsan mana shu Sochini meri chaqirib mukofotlab, rag'batlantirib qo'ysa, o'ylashimcha ayni muddao bo'ladi. 2025-yil 1-yanvardan boshlab Rossiya bo'ylab patent uchun to'lanish kerak bo'lgan oylik to'lovlar ko'tariladi. Masalan, Murmansk va Magadanskda oladigan bo'lsak, bu yerda eng yuqori ko'rsatkich 15347 rubl. Murmanskda esa 12451 rubl. Moskva shahrida 10000 rublgacha, Sankt-Peterburg shahrida 8000 rublgacha patent uchun oylik to'lovlari ko'tarilishi mumkin. Rossiyada har bitta regionda bu yil 2025-yil 1-yanvardan patent narxlari ko'tariladi. Men hozir bularni adel to'xtalib o'tmoqchi emasman. Shuning uchun Telegram kanalimga bu post joylayman. Ya'ni Rossiyada qaysi shaharda bo'lishingizga qarab, mana shu yerda ko'tarilgan patent narxlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Shu o'rinda bir nimani aytib o'tib ketmoqchiman. Bizda endi Instagram sahifamiz orqali ham kuzatishingiz mumkin. Video ostida silkani biz joylaymiz. Bu yerga o'tib Instagram sahifamizga obuna bo'lib oling, Telegram kanalimizga shu o'rinda. Bu yerda migrantlar uchun doim foydali ma'lumotlar, maslahatlar va qiziq voqealar joylab boriladi. Do'stlar, sizlarga tayyorlagan yangiliklar, xabarlarimiz shulardan iborat edi. O'ylayman kerakli, manfaatli bo'ldi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.